Bu murojaatimiz santexniklardan keyin, ya'ni bizdan keyin ishlaydigan ayrim ustalarga, akalar, birovni mehnatini qadriga yetaylik. Xo'p, sergeliylik obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizda hamma joy shikolatxona. Eurohot 35 kilovatlik kusunli boiler 200 litrlik qo'yib berganmiz. Ikkita rashitiniy, bitta boilerga, bitta katyolga. Xo'p, ikkita nasosni boshqarganmiz. Bittasi radiator, bittasi topli pol. Issiq suv kontrlarimiz, sovuq suv kontriga bitta filtr qo'yib berganmiz. Tegiga pasovetga aylantiramiz va ichiga tosh tashlanadi. Uni ham bitta video qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p, akalar, bu yerda rakmina qo'yilgan, bu yerda ikkita kir mashina, prachkamiz joylashgan bu yerda. 1.20 ga 1.5 metr sushkamiz. Ishimiz ideal darajada, xudo xolisa. Aloqa ish qurashlar, nержавейка, PPR, anskubka, soldat detektor ekranlarini ko'ryapsiz, termometrlarni ko'ryapsizmi aka? Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Sog' bo'linglar.